Alloh hammamizning omadimizni bersin. O'zbekiston Respublikasi rahbariyatida misli ko'rilmagan o'zgarishlar yuz bermoqda. Komil Alamjonov administratsiya rahbari yordamchisi lavozimiga tayinlangani aytilmoqda. Shuningdek, manbalarga ko'ra prezident administratsiyasi rahbarligi lavozimi tiklangan. Xo'sh, prezident administratsiyasi rahbari kim deb o'ylaysiz? Albatta, o'zining salohiyati va mehnati bilan bu rahbarlikka erishgan Saida Mirziyoyeva hisoblanadi. Prezident administratsiyasi rahbari lavozimi tashkil etilib, bu lavozimga prezident yordamchisi Saida Shavkatovna Mirziyoyeva tayinlangan. O'zbekiston prezidentining farmoni bilan prezident administratsiyasi tuzilmasida administratsiya rahbari lavozimi tashkil qilindi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar berdi. Davlat rahbarining farmoni bilan administratsiya rahbari lavozimiga Saida Shavkatovna Mirziyoyeva tayinlangan. U 2023 yil 25 avgustdan buyon prezident yordamchisi lavozimida ishlab kelayotgan edi. Saida Mirziyoyeva 1984-yilda Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida tug'ilgan. Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti bitiruvchisi, Toshkent davlat yuridik universiteti, Lomonosov nomidagi Moskva davlat universiteti magistri, iqtisodiyot fanlari nomzodi hisoblanadi. 2019-2020 yillarda prezident administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktorining o'rinbosari bo'lib ishlagan. 2020-2022 yillarda Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish fondi vasiylik kengashi raisining o'rinbosari bo'lgan. 2022 yil noyabrda prezident administratsiyasi ijro etuvchi apparati kommunikatsiyalar va axborot siyosati bo'yicha shu'ba mudiri etib tayinlangan. Saida Mirziyoyeva 2023 yil avgustida prezident yordamchisi etib tayinlangan edi. Bu tayinlov prezident administratsiyasi rahbari lavozimi tugatilishi bilan bir vaqtda ro'y berganda. O'zbekiston Respublikasi prezidenti administratsiyasi 2018 yil 26 avgustda tashkil etilgan bo'lib, unga 2018-2022 yillarda Zaynilobiddin Nizomiddinov hamda 2022-2023 yillarda Sardor Umurzoqov rahbarlik qilib kelayotgan edi. Ammo Saida Mirziyoyeva 2023 yilda prezident yordamchisi etib tayinlangandan so'ng prezident administratsiyasi tugatilgan edi. Nihoyat prezident administratsiyasi lavozimi tiklandi va Saida Mirziyoyeva rahbar etib tayinlandi. Alloh hammamizning omadimizni bersin.